Dersimizi davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaş. Bugün Çiğsağ 2019 yıl 4. ayının 6. günü. Haftaki şembe. Endiki mavzumunda Dalai Lama Tibet müstakillığını qoğlaşmaydıqallığını qaytı şerhiyle her işke taraf qabul qılalaydıgan şart asıda Jungu bilen cem buladiqallığını ko'rsat. Mavzuli xabar 4. ayının 4. günü Amerika ovozinin Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Washington Tibet'nin sergerdanda ise Dalai Lama 4. ayının 4. günü Perşembe qaytımında şerhiydi. Men Tibet müstakillığını qoğlaşmayman. İki taraf qabul qılalaydigan şartlar asıda Jungu bilen cem buluşni xalayman. Amerika Birleşme Agentliği munda xabar qildi. Dalai Lama Hindistan yeni dehliydi. Bir qism muharib xizmatchilari va o'quvchilarga mundaq dedi: "Men Tibetning Junguning ichida qolishini xohlayman. Ma'lum bir xil jam bo'lishni xohlayman." Dalai Lama yana to'liqlab bunda ko'rsatdi. Hanzu va Tibetlar mo'riga tirab turmushga tushirsa bo'ladi. Jungu iqtisodiy jihatdan Tibetlarga yordam berdi. Ularning bilimidan Tibetlar naf oldi. Bu gaplar xuddi bir zo'rlab so'zlayotgandek. Dalai Lamaga birisi besim ishiltib, bu shuna so'zlaysan degandek so'zlar bu. Bu nima masalan, Hanzulardan Tibetlar ko'p bilim oldi, naf oldi. Bu nima degan gap? Tibetcha kitob bo'lsa, kitobda ilaversa, bilim deganda, naf deganda nima Xitoydan bilim olmoqchi yani. Bu sen majburlanib qolganda tur. Dalai Lama 1959 yıl 100 bin kişini yeteklep Hindistan'a kaçkan idi. Jungu'lukla Tibet 7 asırdan beri Jungu'nun bir kısım bulup kelgen deyişidir. Lekin Tibetçiler olsa çın turup bundaq hesaplaydı. Tibet asası jihatdan müstakillığımızı saklap geldik. Hem de 1950 yıl azatlık armiya Tibet'e görüp hükmürallığını yolga koygandan keyin ularning hukmronligi hozirgacha qarishtirib keldi. 83 yosh kirgan Dalai Lama Tibetning o'zi boshqarishini ta'kidlaydi. Endi inkaslar bilan qarta Dalai Lamani qanday haqorat qilganligini ko'rasizlar vatandoshlar. Bu men yuqorqadek shu tam echitilgan, tamda qo'yib etilgan Junguning Shanxaydagi, Beyjingdagi 5 modellik partiyaning a'zosi. Nima degan qo'rq gaplar? Dalai Lama ki. Sizlarga ayonki kompartiya uninga pisand qilmaydi. Xomxiyo. Sen bo'linib chiqib ketmoqchimi? Mumkin emas. Sen qaytib ketmoqchimi? Seni qabul qilmaydi. Tibet yana Junguning Tibeti. Tibetlar Junguning qo'ynida yaxshi turmushga ko'rdi. İnkas chiqinchi Dalai Lama balalik qilma. Men qachon qaytib kelsak, sening o'lgan kuning shu. Sen qachon qaytib kelsan, sening o'lgan kuning shu. Söz erkinligi yo'q. Diniy e'tiqod erkinligi yo'q. Kompartiya siyosiy partiyasining qaytib kelishinga Kompartiyasining qaytib kelishinga ruxsat qilamdi. Sen maydoningda voz kechishing kerak. Kompartiyaga moslashganligingni butun dunyoga jakarlashing kerak. Inkas uchunchi Dalai Lama tushunmayotdi. Kompartiya ularga barobarlik o'rni bermaydi. Jungu bilan so'zlashadigan nima salohiyatің bor? Tayvanmi bu holatda Kompartiya bilan birga yashash yo'lboshdan tiri talab qilgandek bir ish. Inkas 4. Jungudan qaytib ketgan, bo'lginchilik bilan shug'ullanding, bugun pozitsiyani o'zgartgan bo'lsang, Jungu hukumati shinamdi. Dalai Lama faqat g'arbning bir kuchi. Vatanga qaytib ketish unda o'ng'ay emas.
Hazır Cungo'nun Tibetni muqimlashtirish ishonchi bor. Har qanday bölgünçilerden herkes korkmaydı. İnkas 5. Qaytib ketib, kimni ko'rsam, shuni o'ldirmoqchimi? Yo'qol ko'zimizdan anangni. Xitoylar yozayotgan inkasga jima. Bu inkaslarni qayerda yozilganligi sizlarga ma'lum vatandoshlar. Men dedim va Shanxaydan Beijingdan. Biroq shuni diqqat qiling, men shu kuni mush xabarga nisbatan men kech soat 3 da qopib kompyuterimni ochdim, bu xabar bor edi. Men soat 6 da bu xabarni leksiya qilib tayyorladim. Bu xabar Amerika ovozining tor betidan o'chirilmagan edi yoki boshqa yoqqa yetkazilmagan edi. Washington vaqt atgan soat 7 da yana bir qaraychi deb qarasam, bu xabar Amerika ovozining yetkazilibdi. Hamda qaysi sandiq yetkazildi uni bilmayman. Üstünki stondagi xabar tuvanki stonga tushdimi yo'q. Yoki tuvanki stonga tushirilgan xabar üstünki stonga chiqdimi yo'q. Demak xabar o'chibdi. Demak bu xabar bir qatim anglanganda asli qoida bo'yicha Amerika ovozining Xitoy til programmamizda hech bo'lmaganda 18 soat turish kerak. Ama shunda diqqat qilyapman bu xabarlar. Lekin tuyuqsiz o'chibdi. Buni nima ekanligini bilmadim. Men Dalay Lama'nın bu növbetli sözlügen bu sözünün qandaqdır bir vaqtliq bir hodisaga taqobil turgandek yoki o'zining ifodasini oxir qatim bildirgandek yoki nimadir bir sabab bilan majburlangandek mana shunday ko'rdim. Endi buning taraqqiyoti kelgusi qoldi vatandoshlar.